Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bu galgi videomiz Sharoli zotli mollarning xususiyati haqida. Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni oling. Demak, videomizni boshladik. Sharoli zotining vatani Fransiyaning markaziy qismidagi Sharoli viloyati hisoblanadi. Bu zot mahalliy mollardan kelib chiqqan. Uning shakllanishida simmental va shortgorn zotlarining qoni qo'yilganligi to'g'risida ham ma'lumotlar mavjud. O'zbekistonga Sharoli zoti buqalari 1970-71 yillar olib kelingan. Sharoli zotli mollarning tusi oq malla rangda, burun ko'zgusi qizg'ish, kallasi qisqa, peshonasi keng, bo'yni qisqa, kuragi chuqur va keng, ko'krak to'sh cho'qqisi ham rivojlangan. Beli keng, lekin biroz egilgan, orqa qismi keng. Sharoli zotli yirik mollar ro'yxatiga kiradi. Oyoqlari o'rtacha balandlikda, tanasi cho'ziq. Uning oldingi, o'rta va orqa qismi bir xil uzunlikda. Suyagi dag'al, jun qoplami yupqa. Mollar baquvvat va chidamli. Sharoli zotli mollar yuqori o'sish tezligiga ega. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha ular go'shtdor zotlar ichida yuqori o'rinlardan birini egallaydi. Buzoqlarning kunlik vazni o'sishi 900-1300 grammga to'g'ri keladi. Bunday me'yordagi vazn o'sishi tezligi ularning 2-3 yoshiga qadar davom etadi. Yangi tug'ilgan buzoqlarning vazni 40-48 kg, ayrimlariniki 60-65 kg ga boradi. 8 oyligidagi vazni 270-340 kg, 18 oylik g'onajillar 430-450 kg ga yetadi. Sigirlarning vazni 750-1000 kg ga, buqalarniki 1200-1500 kg. Bordoq qilingan buqachalar 12 oyligida 480-530 kg ga va 18 oyligida 630-650 kg ga yetadi. Sharoli zotli mollarning bo'yi 135-150 cm ni tashkil qiladi. Bordoqi mollarning so'yim chiqimi 65-70% ga teng. Shundan yuqori so'yim chiqimida ham yog'siz go'sht nimtalari olinadi. Sigirlarning sut miqdori 1100-2000 kg. Uning yog'lik darajasi 3,9-4% ni tashkil qiladi. Mollar semirish va o'sish davrida ozuqalarga samarali xarajat qilinadi. Sharoli zoti qatnashuvida AQShda Sharbrey zoti va Ukrainada go'shtdor zot guruhlari yaratilgan.